Mana shu aytilgan 20 tadan ortiq foyda bitta kalimada bor. Badan sog'ligi, jasad quvvati, musibatlardan omon bo'lishlik kimga yoqmaydi? Aql rohati, insonning ko'ngli keng bo'lishi, kasallik kamchiliklardan omonda bo'lishlik kimga kerak emas? Qalb xotirjamligi, go'zal dunyo matosi, musibatlardan nari bo'lishi, baxtsiz hodisalardan omon bo'lishlik kimga yoqmaydi? 10 tasini sanadik. Mashaqqat va fitnalardan omon bo'lish, foydali yomg'ir, pokiza ekin, solih farzand kimga yoqmaydi? Halol moli dunyo, keng rizq, xatolarni o'chirilishi, hasanotlarni ziyoda bo'lishi, darajani ko'tarilishi va alal oqibat Allohning diydorini ko'rishlik kimga ham yoqmaydi? Mana shu aytilgan 20 tadan ortiq foyda bitta kalimada bor. Astagfirulloh va atubu ilayh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kullu bani adama xattoun va xayrul xatta'ina tawwabun." Odam bolasi borki, xato qiladi. Gunoh qilmaydigan odamda o'zi yo'q. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, odam bor, xato qiladi. Endi xato qilishlarda eng yaxshisi tavba qiluvchi. Mana samaralarni aytdik 20 tasi. Endi mana shu so'zlarni, mana shu aytilgan dorini Qur'ondan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan dalilini keltiramiz.